Qanday qilib buxgalter sifatida 4 ta qadam orqali 3000 dollar oylik daromadga chiqsa bo'ladi? Bunaqa summaga chiqish uchun qanday ko'nikmalar talab qilinadi? Buxgalteriya bo'yicha bilimlarni yaxshi bilishi, soliq qonunchiligini yaxshi fahmlashi kerak bo'ladi. Sababi hozirgi kunda tadbirkorga qancha soliq to'layman, qanday qilib bu soliqlarni qonun doirasida kamaytirsam bo'ladi va hozirgi qiladigan harakatlarimiz qanday salbiy yoki yaxshi oqibatlarga kelishini oldindan aytib beradigan buxgalterga u tadbirkori ham oylik shaqqisi va talabi juda ko'p. Buxgalteriya bo'yicha bilimlarni, soliqlarni yaxshi fahmlashni qayerda o'rgansa bo'ladi? Albatta, Implus'da. Sababi Implus'da ta'lim olgan o'quvchilar 70-80% munosabatlarda va moliyada tez va katta o'zgarish kuzatilgan. Buning uchun buxgalterda qanday soft skilllar bo'lishi kerak? Birinchi navbatda o'ziga patolog qo'ymasdan doimiy ravishda bilim va maoshini oshirish ko'nikmalarini oshirib borish kerak bo'ladi. Har kuni 1 soat buxgalteriya bo'yicha bilimni oshirsa. 3000 dollarga chiqishi ba'zi usullarni ko'rib o'tamiz. Birinchi usulda outsource. Ko'p korxonalarni buxgalteriyasini yuritish orqali. Misol siz outsourcing qiladigan bo'lsangiz, bitta firma savdo, umumovqatlanish bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha chek 200 dollardan boshlanadi. Bu yoqqa qarab ketaveradi. Yangi mijozlarni qayerdan topsak bo'ladi? Har xil internet reklama saytlaridan yoki-da ijtimoiy tarmoqlarda o'zingizning xizmatlaringizni, o'zingizning brendingizni tanitish orqali va yana bir variant yagona darchaga o'z xizmatlaringizni tanishtirib, banner qo'yishingiz mumkin yoki-da video rolikingizni qo'yib, xizmatlaringizni tanishishingiz mumkin. Shu orqali sizga mijozlar keladi. Mijozlarni topganimizdan keyin qanday qilib sifatni tushirmasdan turib xizmat ko'rsatsak bo'ladi? Birinchi navbatda ishlarni muhimlik darajasida belgilab turib va muhimlik darajasi bo'yicha bajarish orqali ishingizni, xizmatingizni sifatini yaxshilashingiz, yaxshi xizmat ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Eng muhim savol 3000 dollarga chiqish uchun qanday qadamlarni amalga oshirish kerak? Birinchi, eng asosiy qadam kuchli, yaxshi, uzun sohasidagi yetakchi ekspertni topish va u ekspertda o'qigan, ta'lim olgan o'quvchilarni natijalarini kuzatish. Yaxshi ustozni shogirdlari ham yaxshi bo'ladi va yaxshi rezultatlarga chiqqan bo'ladi. Ikkinchisi, o'sha insondan ta'lim olish, o'rganish, bilimlarini, ko'nikmalarini, qonunchiliklarni hammasini to'liq o'rganish. Uchinchi qadamimiz o'rgangan bilimlarimizni amaliyotda qo'llash. Endi oxirgi muhim qadam siz ustoz topdingiz, bilim oldingiz, malaka oshirdingiz. Siz endi xizmatlaringizni tavsiya va reklama qilish. Hozirgi kunda yaxshi buxgalterga, tajribali buxgalterga, muammosini hal qilib beradigan buxgalterga juda katta ehtiyoj va talab bor. Xizmatlaringizni tavsiya qiladigan bo'lsangiz, albatta eng kami shu summa yoki-da bundan baland summaga chiqsangiz bo'ladi. Siz bilan hozir 3000 dollar chiqish qadamlarini ko'rib chiqdik. Sizda yana qanday muammolar bor? Bularni izohlarda qoldiring. Keyingi video darslikda shu muammolarga yechim olib chiqishimiz mumkin.